Tradingni boshlamoqchiman, lekin qancha pul bilan kirishni bilmayapman. $100, $500 yoki $1000. Noto'g'ri tanlov esa ko'pchilikda bir xil yakun: stress, qo'rquv va minus. Keling bugun siz uchun real, xavfsiz va aqlli boshlang'ich summani aniqlab olaylik. Shunda pul sizga qarshi emas, foydangizga ishlaydi. Assalomu alaykum. Men Nodirxo'ja Mannonov. Yillar davomida kichik depozitlardan boshlab bosqichma-bosqich kapitalni ko'paytirganimda bitta narsaga chuqur tushundim. Miqdor bu shunchaki raqam emas, balki psixologiya va intizom kaliti. Bugun buni bosqichma-bosqich ochamiz va o'rganib chiqamiz. Nega qancha pul savoli juda muhim. Juda kichkina summada siz bozorni his qila olmay, tez-tez qoidalarni buzib qo'yasiz. Baribir kichkina risk-ku degan o'y-xayolda savdo qilasiz. Juda ham katta summada bo'lsa, siz tajribasizlik, ichki bosim va qo'rquvga tushib, sust holatga kelib qolasiz. Endi chiqib ketaymi, yo'qmi degan xayollar sizlarni juda ham ko'p qiynaydi. To'g'ri balans o'rganish tezligi, intizom va barqarorlikni beradi. Shuni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Depozit miqdori nimaga ta'sir qiladi? Birinchidan, psixologiyaga. Katta pul, katta hissiyot. Hamma strategiyalarni bilish oson, lekin his-tuyg'u ostida ularga amal qilish juda ham qiyin. Ikkinchi muammo bo'ladigan bo'lsa, risk money management. Juda kichkina depozitda 1-2% risk son jihatdan hech narsadek ko'rinadi va bu haddan ortiq savdoga undaydi. Uchinchi holat, o'rganish tezligi. Optimal depozit sizni real hissiyot bilan tanishtiradi, lekin sindirib qo'ymaydi. To'rtinchi, o'lchov va maqsad. $100 bilan oyiga $500 daromad qilishni xohlamang. Miqdor maqsadga mos bo'lsin. O'rganaman, barqarorlashaman, so'ngra oshiraman degan xulosada savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Agar siz ham trading sohasida to'g'ri bilim bilan kirmoqchi bo'lsangiz, tavsifdagi havolada bepul mini kurs sizni kutmoqda. Bu kurs sizni taxmin qiluvchi traderdan tizimli traderga aylantirish uchun yaratilgan. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Biz esa davom etamiz. Keling tez hisoblaymiz. $500 depozit. Savdo boshiga 1% risk. Bu $5 ga teng. Agar stop loss 25 punkt bo'lsa, 1 punkt 20 sent atrofida joylashtiriladi. Bu ham albatta instrumentga qarab. Ya'ni to'liq reja bor, kirish, stop loss va take profit bor. $20 ishlash uchun siz 1 ga to'g'ri risk reward qo'yasiz. 5 ta bunday savdoda 3 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat bo'ladigan bo'lsa, siz umumiy hisobda baribir daromadga chiqqan bo'lasiz. Bu raqam kichkina, to'g'ri, lekin mexanikani o'rgatadi. Keyin shu mexanikada kattaroq summaga ko'chirasiz. Bosqichma-bosqich start rejasi. Birinchi bosqich demo hisob raqam yoki sent hisob raqam. 2 haftadan 4 haftagacha. Maqsadimiz platformada savdo orderlarini joylashtirgan holatda take profit hamda stop losslarni qo'yib savdo qilamiz. Albatta, trading jurnaliga yozib boramiz. Amal 20 ta 30 ta bitim to'liq reja savdo asosida yozilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta ularni screenshot qilib, jurnalga izoh bilan yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqich minimal real hisob. Bu $300 dan $500 gacha, 6 haftadan 12 haftagacha. Maqsadimiz real hissiyotlar intizom bilan tanishish. 1% dan 2% riskga qat'iy rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Amal qilishimiz bo'ladigan bo'lsa, haftasiga 3 tadan 5 ta signal. Haddan ortiq savdodan qochish, oy oxirida natija hamda xulosalarni bo'lishib borish. Uchinchi bosqich barqarorlikdan keyin oshirish. Maqsad bir xil qoidalarga faqat summani kattaroq kapital bilan qo'llash. Shart ketma-ket 3 oy daromadda bo'lgandan keyin qilinadi. Albatta qoidaga amal qilingan holatda bo'lish kerak bo'ladi va trading jurnaliga yozilgan bo'lish kerak bo'ladi. Muhim eslatma, boshlang'ich summani oxirgi pullaringizga emas, ta'lim va tajriba byudjet sifatida qarashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men oxirgi pulim sifatida qarashim kerak emas ekan, ta'limimni va tajribamni oshirish maqsadida qaraydigan bo'lsam, bu pullarga bo'lgan psixologik bosim ham ancha yengil bo'lar ekan. Bandlik bo'yicha yo'l xaritasi. Birinchi toifa, juda ham band odam kuniga 30 daqiqa vaqt ajratish kerak. D1 time framedan H4 time framega tahlil qilinadi. Haftasiga bitta 3 ta savdo depozitimiz bo'ladigan bo'lsa, $300 dan $500 gacha tavsiya etiladi. Ikkinchi holat, faol o'rganuvchi kuniga 1-2 soat ularning time frame bo'lsa, H1 dan M15 time frame. Haftasiga 5 ta 10 ta bitim ochiladi. Bularning depoziti bo'lsa $300 dan $700 gacha. Endi bo'lsa tradingda ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Tez boyib ketish bu mentalitetimizdan muammo hisoblanadi. Miqdorni shoshma-shosharlik bilan ko'paytirishga olib keladi. Keyingi hodisamiz bo'ladigan bo'lsa, riskni ko'r-ko'rona oshirish, minusni tez yopmoqchi bo'lib, 1% dan 5% ga yoki 10% gacha o'tkazish. Keyingi holat bo'ladigan bo'lsa, bu jurnal yo'qligi. Jurnal yo'qligi natijasida xatolar takrorlanadi. Jurnal bo'lsa, bizning ko'zguyimiz hisoblanadi. Jurnal bilan biz o'zimizning xatolarimiz ustida ishlash uchun ishlatadigan instrumentimiz hisoblanadi.
Keyingi holatimiz bo'ladigan bo'lsa, strategiyani almashtirish. 3 kun natija bo'lmasa, yangi uslubga o'tish. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Sababi bitta struktura bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, biz natijaga erisha olamiz. Yo'ldan shoxdan shoxga sakrab ketadigan bo'lsak, bizda natija hech qachon bo'lmaydi. Keyingi xatomiz bo'ladigan bo'lsa, hayotiy rezerv yo'qligi. Trading byudjeti bilan yashash xarajatlarini aralashtirish olib kelayotgan. Do'stlar, bu xatolarni o'zingizlar takrorlamasligiga harakat qilinglar. $100 bilan boshlay olamanmi? Ha, lekin o'rganish rejimi sifatida daromad emas, intizomni mashq qiling. Bu gap bilan nima demoqchimiz? Do'stlar, $100 bilan riskga rioya qilib ishlaydigan bo'lsak, bizning daromadimiz juda ham kichkina bo'ladi. Bizning maqsadimiz stabil daromadga chiqqan holatda balansimizni keyinchalik ko'paytirish bo'ladi. Endi qaysi vaqtda summani oshirish kerak degan savolga javob beramiz. Kamida 3 oy bozorda daromad qilishimiz kerak bo'ladi. Barqaror stabil daromadga chiqqanimizdan keyin balansimizni sekin-astalik bilan ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi holatimiz bo'ladigan bo'lsa, agar ketma-ket minusli bo'ladigan bo'lsa, riskimni 0.5% yoki 1% ga qisqartirishim kerak bo'ladi. Jurnal tahlilimni ochib, 10-15 ta savdoni qayta ko'rib chiqishim kerak bo'ladi va ritmini topib olishim kerak bo'lar ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tradingni boshlash uchun minglab dollar shart emas. Sizni qiynaydigan, lekin qoida asosida ishlashga majbur qiladigan aqlli miqdorni tanlang. Avval o'rganing, so'ng barqarorlang, keyin bo'lsa oshiring. Agar videomiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing va kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr.